Bugungi tonglaring xayrli, barokatli bo'lsin. Kuzatishni davom etib turinglar. Chiroyli videolar qilishga harakat qilamiz. YouTube ijtimoiy tarmoq orqali bizni ko'rib boryapsizlar. Qanaqa ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, afishanada nomerlar qoldirib qo'yamiz. Kommentariylarda yozib ketsalaring, ma'lumot berib borishga harakat qilamiz. Bu Mag'lon Kombinat bozorida, Bedana bozori. To'rqo'g'onlar chiqibdi. To'rqo'g'onlar 80 ming so'mdan 200 ming so'mgacha to'rqo'g'onlar. Bedanalar esa 300 ming so'mdan 2 milliongacha bedanalarimiz bor ekan bugungi bozorda. Makonlar bor ekan 150 ming so'mdan. Hamma yo'q so'rab chiqdik. Kuzatishda davom etib turinglar. Bozorga kirib obzor qilishga harakat qilamiz. Ertalarda xudo xolasa kakadu bilan lori tugaganamidi? Lori. Lorilar aka. Kakadularni 5 ming baho aytishyapti. Buni 1,5 ming. Gaplari bor ekan. Dengalari bor ekan. Bachachaga o'yinga tushadi deyapti. Kimga zarar bo'lsa, Oyi dada deb chaqiradi. Oyi dada deb chaqirar ekan. Zarar bo'lsa pastdagi nomerlarga telefon qo'yinglar. Xudo xolasa baraka qiladi. Kalima shahodatni aytadi hozirgi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh o'rgatib qo'yganmiz Lori. Bularga. To'liq aytadi. Malades aka, bozoringiz bersin. Sekin asta bozor boshlanyapti. Sekin sizlar bilan bir boshdan. Bizda nima saylayapti ekan. Hamilon kilosini sizlarga 6 ming 5 ming. Alloh. Bosh ukamiz o'zim olmayin dedi, shunga oq nemislar ekan. Nechi pul parasi? Ha? 700 ming so'm baho aytishyapti-ya, ko'rishlaringiz mumkin. Aka bular nechi pul deyapsiz bularni? 350 ming so'mdan, ha? 350 ming so'mdan. Maramirlari, zelonlilari, fioletlilar bor. Sariqlar nechi pul? Bular ham 300 mingdan, ha? Kimga zarar bo'lsa, telefon nomerlarini olamiz. Balki oson bo'lib qo'ydi. Karelo nechi pul deyapsiz? 150 kami bu. Babichka sariqlar nechi pul? Babichka sariqlar 400 ming. 400 ming bular, ha? Amalinkalarchi? 100 ming. Jupi 100 ming so'm ekan. Bularchi? 250 ming. Bular ham o'shanami? Rahmat. Kimga zarar bo'lsa, Mag'lon Kombinat bozoriga kelinglar. Donlar, asarli donlar bor mana ko'rtinglar. Texnologiyalar. Qafaslarimiz. Xuddi shunday mana uzoqqa qushlarni olib ketadigan kataylarimiz bor ekan. Ishlab berishdi. Sava, popuga, vanisi, popuga, meradushka, karello shunaqa qushlarni solib, bemalol xonadonlarga olib borib olsa bo'laveradigan qush. Donasi nechi pul? Donasi 8 ming. Donasi 8 ming so'm. Bu idishini uyga olib borib, sal-to'pon solib, jumpulik ekib bersa ham bo'laveradi. Ko'karib turadigan qilib bersa ham bo'laveradi. Foydali narsalar ekan. Kuzatib borib, like bosib qo'yasizlar, foydali bo'lgan bo'lsa. Aka, qanchalik? Keng yo'qda mana akalarimiz, Toshkentda akalarimiz, Qoraqamish bozorida yurgan akalarimizdan ular olib kelib qo'yishdi. Orvolgan. Egalari bo'lganda bir qator so'radi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Akalarimiz, mehmon akalarimiz ham keldi. Namangan, Qo'qon, Andijondan tashrif buyurishib, bizga qiziqadigan akalar. Ularni bir qator ko'rsatib boramiz. Vazello, Saranjilar. Aka Saranjilarlarni nechi pul? 650 dollar. 650 dollar. Bular nechi pul bular narxi? 250 dollar. 250 dollardan.
Braziliyanmidi bular, ha? Nechi pul bu? Bu yoq. Buchi aka. Anjirlar bu ham aka. Aka bilan mas'ul. Narx-navolar aytgancha bo'ldilar. Aka rahmat. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Zo'r aka. Aylanayman. Ol. Guldalar bor ekan, ko'rishlaringiz. Oydadalar guldalar nechi pul ekan? $100 ga 1 million. $100 ga 1 million baho aytishyapti. Rahmat. Bugünler var ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, guldalar, har xil asabli chiroyli qushlar bor ekan. Narxlarni so'rang. Aka, guldalar narxini nechi deyapsiz? 1 million 200 ming. Bular ham gullar deyiladi, ha? Bular ham shunaqami? Kamini qilib beramiz isha. Bular nomi nima? Yaponskiy amadinchalar. Narxi nechta? 250 ming. Parasini 250 ming so'm bahosi. Kelishtirib berdilar ekan. Tovuq bozoriga kiryapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu bozorga kiraverishimizda xuddi shunaqa yigit aptekaga o'xshagan dorilar sotiladi. Yigit aptekada yo'q dorilar ham sotiladi deydi. Har xil tabletkalar, qushlarga, kaptarlarga, tovuqlarga hammasidan bor. Asarlik, xudo xolasa. Olmaylar, qora jo'jalarimiz nechi pul? Qora jo'jalar 15 mingdan aka. 15 ming so'm qora jo'ja. Brollarchi? 17 mingdan. Ranglarchi? Rangda 10 ming ichdi degan ranglar. Aka rahmat. Shu bola uchun talak bosib boramiz. Aka dakang dakanglar nechi pul oydada? Akalar 250. 250, ha? Kami bor. 250 ming kami bor. Brollarchi? Brolilar 100dan. 100 dan ekan. 4 kilo. 4 kilo olgan ekan. Kimga zarar bo'lsa bitta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Ha, kanaliga bozor mana. Chambutar bozoriga kiryapmiz akalar, ko'rishlaringiz. Ro'shan, Zlatchani ko'rsa. Chambutar bozor. Bular narxi nechi pul aka? Qaysilar? Bo'lami 150 ming. 150 ming. Tig'i borlar, ha? Maylarchi? Maylar 100 ming. Kam bor. 100 ming kami bor ekan. Rahmat. Hop. Dumi sariq. Qasha dum nechi pul? Hozirda? Dumi qizillarmi? Ha, qora dumi qora. Dumi qoralarda 200 ming deyapmiz jupini. Dumi sariqlarchi? Dumi sariq, monolisi nari, monolisi mo'dasi. Aha. Ularni 300 ming deyapmiz. Narda o'zini 150 ming qilishyapti, bermayapti. Narda o'zini 150 ming qilishyapti, kim bermayapti. Mana, ko'rishlaringiz mumkin. Kimga zarar bo'lsa. 120 ming deyapmiz. Ma'lum ekan. Zog'lar nechi pul? 120. 120 ming ekan zog'lar. Balak bosib qo'yamiz. Qanday rahmat. Ba'da mana ajoyiblari bor ekan. Charchamay. Qora haykallar. Egalari yo'q ekan. Egalari sizmi? Egalari yo'q ekan. Egalari bo'lganda qora haykallar so'rardik. Kuzatishda davom etdilar. Bog'larni yana chiroyli yana. Yaqutarlar bor ekan. Chaqnaydi o'ray. Juvon ekan. Anjanskiylar nechi pul deyapti-ku? Jupini 1,5 million deyapti-ku. Egalar bozorda aylanib yuribdi-ku. Rahmat. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bozor oshiqcha bozorda aylanish hojat qolmadi. Bir xil narx hamma yo'qda. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Qalban birgamiz.